Ma'ruf Qarxiy degan zot o'tgan. Mhm. Shu kishi bir daryo bo'yida shogirdlari bilan suhbat qilib tursa, uzoqroqdan bir qayiqda 4ta-5ta sizga menga o'xshagan yosh yigitlar ichib olib, tamburlarni chalib, baqirib-qiyqirib qo'shiq aytib kelayotgan. Uzoqdan buni ko'rishdi, bir yomon qarab qo'ydi shogirdlar. Yaqinlashib kelayotganda shu qadar qah-qah otib kulyaptiki, dars eshitilmay qoldi. Shunday shogirdlari yomon qarashib, hech cho'kib yo'q bo'lib ketgan la'natlar deb turib rosa qattiq badduo qilishdi. Shunda Ma'ruf Qarxiy Hazrat bundoq qarab tabassum qilib duo qilgan ekan. Allohim bu yigitlarni bu dunyoda dimoqlarini choq qilgani kabi oxiratda ham dimoqlarini choq qilgin deb turib duo qiladi. Biz tarafda dimog'i choq degandagi so'z ishlatiladi. Ko'p joyda ishlatilsa kerak. Xursand degani. Bu dunyoda xursand qilgani kabi oxiratda ham bular xursand qilgin deb duo qilib yuzini tushirgunigacha u yoqdagi yigitlardan bittasi bir to'xtadida Ma'ruf Qarxiy Hazrat ko'rib qoldi. Kayfi uchib ketdi, yonidagilari turtdi. Hammalar bu yoqqa qaradi. Keyin qo'ldagi hali sharob solingan shishalar urib sindirdi. Qo'ldagi aliklar hamma narsani urib sindirdi. Qayiqni bu yoqqa suzib olib kelishib, oldilariga kelishdi. Hammalari tavba qilib turib shogird bo'lishdi. Katta-katta olim bo'lib yetishishdi deydi. Tushunasizmi? O'sha zahot, O'sha zahot.